Assalomu alaykum. Akbar G'uzor kanalining ashaddiy obunachilari, siz bilan Kamina Akbar Hazratov. Bugun biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qayirma qishlog'ida mana shu ko'rib turgan ZIL 138 mashinamiz srochni sotiladi. Bu mashina aslida, hurmatli obunachilar, o'zimizning mashina, begona mashinasi emas. Amakim yaxshi niyat bilan minaman deb taxlab chiqilgan mashina. Bolalar barchasi yangi. Gaz balonlar dokumenti bor. Metan. Nechta qo'ygansiz? 8 ta metani bor. 8 ta metani bor. Mana ko'rib turganingizdek, barining dokumenti bor. Mashinamizning o'zi dokumenti bor. Mashinamiz o'zi asli chiqqan yili necha? 72. 72-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Bu mashinani amakim yaxshi niyat bilan o'zim minaman deya taxlab chiqqan edi. Amakimga pul zarur bo'lib qoldi, mashinani srochni sotmasak bo'lmaydi. O'shaning uchun siz aziz obunachilarimizga mashinani tavsiya qilamiz. Bu mashinamizga bir xarajatli joyi yo'q. Bu boyagi aytganimdek, o'zimda mashinam, amakim, родной amakimning mashinasi. Mina olasizlar, minasizlar, soqqani qilasizlar. Salon qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana chiroyli qilingan salon qismlari, mana ko'rib turibsizlar. Mana patolog qismlari. Yanada o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz, karnay qo'yib olaverasizlar olgan kishilar. Mashinamiz mana polik qismlari, mana ko'rasizlar. Mashinamiz yaxshi sosteniyada turibdi, hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar. Sisterna 7 tonna 200. Sisterna 7 tonna 200 ekan, hurmatli obunachilar, mana. Bitta kalitdan zavod olamiz. Bir kalitdan zavod totib turgan, zavod qilmay turgan aka. Tay qismlarini ham ko'rsatib o'taylik. Mana balon qismlari ko'rib turibsizlar, boya aytganimdek, yangi qo'yilgan hamma balon. Bu rama qismlariga keladigan bo'lsak, obunachilarimiz, rama qismlarimizda dars ketgan joyi yo'q, garantiya. Olib faqat minaverasizlar, mana ko'rasiz. Biran-biri yoriq joy, chizilgan joy, unaqa degan narsalar yo'q, mana ko'raverasizlar. Hammasi mana naqadek turibdi, hurmatli obunachilar. Bu mashinamiz karabka hammasi qilingan. Shum yo'q mashinada. Yo'q. Karabkada shum yo'q. Yo'q. Shum yo'q. Bu yaqinda taxlab chiqqaningizga qancha bo'ldi aka? Bir oydan oshdi. Bir oy mindingiz-a? Bir oy mindim. Bir oy mindim mashina. Zakonni. Bir oy minilgan mashina. Mana ko'rasizlar. Motor qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Amaki bir ochib yuboring motor qismida. Mana ko'rasizlar, mana. Chiroyli holatda turibdi. Biron joyida bir xarajat degan narsa yo'q. Bo'ldi, yopib qo'ying. Bu mashinamiz yurish holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Zavodda qilib turib ishlash holati, motorimizni ishlash holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Sizlarga to'liq ma'lumotni beramiz. Narxga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, bu mashinamiz o'zi mana shu turishi, kelishi 160 ga tushdi-ya. 160 ga tushdi mana shu turish, kelishi, mana shu holatda kelishi. Biz srochni sotmoqchimiz. Pul srochni amakimga kerakli sababli 160 narx qo'ymaymiz. 128 million so'm sanalsa mana shu mashina Xudo xolasa egasini topadi. Mana ko'rasizlar. Bu 160 xarajat qildi, 160 ga sotaman degan u bo'lmaydi. Agar pul zarur bo'lmaganda edi, bu mashinani sotmar degan. O'zimiz minaverardik. Prosta pul kerakligi uchun sotyapmiz. Mashinamizga aytayapman, dokument bo'yicha yo bo'lmasa o'zini bo'yicha bir muammo yo'q. Mavshum. Olasizlar, faqat minasizlar soqqan qilib. Mashina kimning nomida aka? O'zim nomida. O'zim nomida mashina. Kelasizlar, pulni sanaysizlar, oformlarni qilasizlar, olaverasizlar, minaverasizlar, hurmatli obunachilar, pul topaverasizlar. Buni ko'rib turgan mashinangiz. Mana har taraflama. Bu mashinani o'zi texnikani tushungan insonlar videoni bir ko'rishdan tushunib oldi, mashinani holatini, sosteniyasini ko'rib. Ko'pchiliklar hozir bu real narsa. Ko'pchiliklar masalan gaz balon qo'yapti, gaz balonda dokument yo'q, mashinada dokument yo'q. Shunaqa mashinalar ham bor, lekin bu mashinamizda hammasi qonuniy mashina. Gaz balonda ham dokument bor, mashinaning o'zida ham dokument bor. Bolalar ko'rib turganlaringizda yangi balon. Meniki shestinamiz 7 tonna 200 deysizmi? 7 tonna 200. Mashinamiz chiroyli sosteniyada turibdi. Faqat olasizlar, gazini bosib minaverasizlar. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qayirma qishlog'ida turibdi mashinamiz. Kelasizlar, Qayirmani boshida turibdi. Qayirmaga kirib kelgunizcha
Baxtiyor Damaschini uyi qayerda desangiz ham ko'rsatadi yoki bo'lmasa Akbar G'uzorni uyi qayerda desangiz ham lubba insonlar ko'rsataveradi. Kelaverasizlar, yanada qanaqadir ma'lumotni unutib qoldirgan bo'lsak, telefon nomerni qo'yamiz, ikkita telefon, amakim nomeri, o'zimning nomerim qo'yib qo'yaman. Telefonlashib kelaverasizlar. Ko'zlaringiz bilan ko'rasizlar, mashinani haydaysizlar. Bizga hozir sizlarga ishlatib mashinani yuritib ko'rsatamiz yana. O'zlaringizdan kelib turib, haydab, yuritib ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Sizlar Akbar G'uzor kanalida bo'ldilaringiz. Sizlar bilan yaxshi kunda, yaxshi videoda uchrashguncha sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Cerengde kervan endi bizniki, oydan güling dostlarım, devran endi bizniki. Onu verağı cerengde kervan endi bizniki, oydan güling dostlarım, devran endi bizniki. Yayran güling dostlarım, devran endi bizniki. Erkin olduk zaman endi bizniki. Fakretiniz daima büyük kibir evladı, Özbek elinden çıkan sultan endi bizniki. Yılgıra ve cerengdar kervan endi bizniki, oynan gülün dostlarım, devran endi bizniki. Yılgıra ve cerengdar kervan endi bizniki, oynan gülün dostlarım, devran endi bizniki. Yayran gülün dostlarım, devran endi bizdeki. Yaylamda bizap kuzuları koyuları, Ağla paktağa dolu kırman endi bizdeki. Müstakil vatanımız birdir kuptarım, Peşan suda münevver asman endi bizdeki. Bağlırağı cerengdar kervan endi bizdeki, Oynan gülün dostlarım, devran endi bizdeki. Bağlırağı cerengdar kervan endi bizdeki, Oynan gülün dostlarım, devran endi bizdeki. Oynan gülün dostlarım, devran endi bizdeki. Yurtumuz serhatlarını kurutlarımız özümüz, Zeberdaz kuşar ezger pasman endi bizdeki. Azatın oğlanları öpün vatan bayrağını, Şu mukaddes şu aziz mekan endi bizdeki. Bağlırağı cerengdar kervan endi bizdeki, Oynan gülün dostlarım, devran endi bizdeki. Bağlırağı cerengdar kervan endi bizdeki.